Assalomu alaykum. Mening ismim Azimjon. Men sizlarga hozir Behbudiy AI mahsulotimiz haqida qisqacha ma'lumot hamda demosini ko'rsatib o'taman. Bilamizki, hozirda AI rosa ham rivojlanyapti, ayniqsa LLMda ko'p sohalarda rivojlanyapti. Masalan, fintech, banking, universitetlar, dorixonalar, hamma sohalarda. Lekin asosan bu xalqaro LLMni ko'radigan bo'lsak, masalan, OpenAI, Google tomonidan chiqarilgan LLMlar asosan ingliz tili yoki Yevropa tillari uchun ixtisoslashgan. O'zbek tilida unchalik ham yaxshi ishlamaydi, chunki o'zbek tilidagi resurslar internetda kamroq bo'lgani uchun. Va yana bir jihati, agar ularni API ni olib ishlatadigan bo'lsak, o'zbek tiliga ancha qimmatroq bo'ladi, chunki ularni tokenizeri, tokenlarga bo'lish, o'zbek tilidagi matnni tokenlar soni ancha ko'proq bo'ladi va 2-3 marta qimmatroq bo'ladi bir xil hajmdagi inglizcha tekstga nisbatan. Va yana bir xususiy bir tarafi, muammoning bir tarafi bu ma'lumotlar xavfsizligi. Agar biz ularni API ni ishlatadigan bo'lsak, bizni shaxsiy ma'lumotlarimiz, ba'zi xavfsiz tutilishi kerak bo'lgan ma'lumotlar ularni serverga chiqib ketib qoladi va nima bo'lishini bilmay qoladi. Ya'ni boshqa yomon maqsadda ishlatilishi mumkin bo'lib qoladi. Va serverlar uzoqdaligi tufayli ko'plar Amerikada bo'lgani uchun ancha sekinroq ishlaydi. Real time qilishda ozgina muammolarga duch kelishi mumkin. Bizni Behbudiy AI platformamiz shu muammolarni yechish uchun o'zimizni ham software ham hardware jihatdan umumlashtirilgan yechimlarimizni taklif etamiz. Buni software jihatdan o'zbek tiliga asoslashtirilgan yangi LLMda chiqariladi. Bu LLMda o'zbek tilida katta datalarda, hozir bizda o'zida 5 milliarddan ko'proq o'zbek tilida 5 milliard tokendan ko'proq o'zbek tilida model bor, data bor. U ma'lumotlar orqali biz LLMlarni o'zbek tiliga moslashtirib chiqaramiz. Ular o'zbek tilida ancha yaxshiroq gaplashadi hamda tokenlar soni ham ancha kamroq bo'ladi. Ya'ni ancha arzonroq tushadi. Yana bir qo'shimcha jihatimiz bizda avtomatik RAG yasash. Bu low code, no code orqali ko'pchilikka AI dan ishlatish, AI ni o'zlarining kompaniyalariga yoki mahsulotlariga integratsiya qilishga yordam beradi. Bu orqali masalan AI siz kompaniyangiz haqida yaxshi ma'lumot bilmasa, siz kompaniyangiz haqidagi ma'lumotlarni, dokumentlarni bunga avtomatik yuklaysiz. Bu orqali sizga API yoki avtomatik veb-sayt uchun qo'yish uchun widgetlar yoki Telegram botlar o'z brendingiz ostida yasab beradi. Bu orqali siz kod yozmasdan yoki kam kod yozib bu AI ni integratsiya qila olasiz. Hamda bizni deployment bo'yicha yechimlarimiz katta juda ham xavfsizlik muhim bo'lgan joylarda ma'lumotlar faqat lokal tarmoqda turadi, masalan banklarda yoki ba'zi davlat tashkilotlarida. Bunaqa joylarda umuman hatto TASX-ga bo'lsa ham chiqmasligi kerak bo'lgan trafiklar bo'ladi. Shunaqa trafiklar ustida ishlash uchun biz keyinchalik bu yerda yasaydigan katta ixtisoslashtirilgan modellarimiz taxminan 400 milliardlik, 600 milliard parametrlik modellar yasalganda, ularni biz distillab, aynan specialized kerak joylar uchun shunaqa modellar yasab, ularni o'rnatib maintenance qilishga yordam beramiz. Keling shularni ozgina demosini ko'rib chiqamiz. Bizni bu yerda chat interface demosi turibdi. Bu yerda ko'rsatilgan chat hozirda bu o'zimizni shu game o'zimizni yasagan, Behbudiy Labs tomonidan yasalgan o'zbek tiliga ixtisoslashtirilgan model hisoblanadi. Bu model o'zi boshlang'ich versiya uchun kichkinaroq model tanlangan. Bu tagi 4 milliard parametrlik Gemmaning modeli yasalgan, ustida yasalgan. Boshlang'ich ma'lumotlarni tekshirish hamda birinchi qadam sifatida keyinchalik bularni kattaroq modellarga ham tatbiq qilish rejamizda bor. Kichkina model bo'lgani uchun ozgina samaradorligi sal pastroq bo'ladi, ya'ni unchalik ham zo'r gapirmasligi mumkin, lekin hali ham o'zbek tiliga ixtisoslashgani uchun ancha yaxshi gapiryapti. Buni sal sekinroq ishlayapti, chunki bu hozirda demo bo'lgani uchun laptopda ham bo'lib turibdi. O'sha jihatdan ozgina sekinligi bor. Keyin tezda ikkinchi featuremizni ham ko'rib chiqsak, bu avtomatik RAG yasash. Bu yerda ozgina test RAGlar bor. Masalan, mana bunga kiradigan bo'lsak, Agrobank qo'llab-quvvatlash. RAG shu ko'rinishda bo'ladi. Bu yerga siz o'zingizni dokumentlaringizni, tekst PDFlaringizni joylaysiz hamda modelni
shu yerdan olib ishlatilsa, shu berilgan dokumentlarga ustida javob beradi. Bu yerda avtomatik widgetlar yasash hamda botlar yasash xususiyatlari ham keyinchalik qo'shiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.